Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizning ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyat YouTube kanalini ko'rib boruvchi hurmatli obunachilarimiz, hozir o'zim bilan bir ayol kishi doim yig'lab telefon qilib shuni kutib o'tiribman. Iltimos dedi, men yordam bermasangiz bo'lmaydi deb iltimos etganga hozir uni Beruniydan keladi ekan, kutib o'tiribman. Keladigan vaqti bo'ldi, telefon vaqti boshladi. Geldi o'xshaydi. Nima maqsadda bizani topib keldi, beri hozir hammasini birgalikda ko'rishib, gaplashib olamiz hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Hozir keldingizmi? Nima keldingiz men? Avvalambor, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Beruniydan keldingiz-a? Beruniydan keldim. Nima maqsadda endi bizani topib keldingiz? Maqsadim shu, endi psixbolinsada uchutda qo'yib qo'yibdi meni. Adingiz kim sizni? Gulbahor, atom Dusmanova Gulbahor Bag'dolitovna. Tinchlik uyida yashayman. Tazabag'i ko'chasi 11-uy. Shundan beri ne qo'yibdi, uchutda qo'yib qo'yibdi. Shuda uchutda bo'lgandan keyin hech yerga ishga olmayapti. Men bir qizim bilan ijara hisobida turaman, Atinam uyida bir xonasida. Şu an endi ishga kira olmayapman. Hozir posubiyada chiqmaydimi? Aliment 400 ming so'm ishlaysa bo'lmaydi. Yo'q, hozir men tushunmayapman. Siz psixmaysa ruhiy kasalliklar shifoxonasida siz uchurtda turibsiz, to'g'rimi? Ruhiy kasal sifatidasiz. Ruhiy kasallikda siz ruhiy kasalliklar o'sha uchurtdan chiqacaksiniz. O'zingiz sog'lom tarafdan namisiz axir? Sog'lomman, kesin tashkilni. Nima uchun chiqa olmaydingiz? Chiqarib bermay turibdi. 4 yil tursin yana bundan boshqa dedi. Hozir 5 yil bo'ldi. Yana 4 yil tursin dedi. Nega 4 yil? Bilimdan shunday deb aytdi menga. Shutib, undan keyin indamadim. Menga aytadi, "Yog'i sho'dan Klara degan doktor aytadi." Yo'q, boshdan boshlab siz bu yerda ruhiy kasalliklar shifoxonasini o'sha yerda turishdan sabablari nima bo'ldi boshda? Shuni aytib bering. Sabablari oxirigacha aytamiz uni. Akam bilan kelishmay qoldik. Akam bilan kelishmadingiz? Yozib berdi. Uchastko'yga chaqirdi. Shunday yog'i bu narsa yo'q bo'lsa, misoldan telefonda endi adamning jahli chiqqan vaqtida, munavvajmida tursa, achuv chiqqan vaqtida qari kelsa, ko'rinmaydi ko'zga. Shuni mendan ko'radi, nima bo'lsa shuni mendan ko'radi. Undan keyin batdi u gap. Shutib, undan keyin mahalla jinsiyaga aytsam, jinsiyat uchastko'yga aytgan, uchastko'y baloqlari keldi uyga. Akam aytdi, "Ne dedi, yozib bering" dedi, "Davlatamiz buni" dedi. Shundan beri apart tashlayveradi meni. Demak, akangiz bilan siz o'zaro kelishmovchilik sababli sizni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirding. Ruhiy kasallik. Hozir siz ruhiy u yerda durmaysizsiz, prosta o'sha yerda tursiz. Ruhiy kasallik deb topilgansiz. Endi siz maqsadingiz siz o'zingizni ruhiy kasallikka unday nima yo'q deb bilib tursiz, to'g'rimi? Ruhiy kasal emassiz siz. Sog'lomsiz o'zingiz. O'zimni aqlab yashashim kerak-ku, sog' ekanimni. Sog'lomsiz. Masalan, endi ko'riklar nelar bo'ladi? Ular o'tiribmi? Bir marta o'tirdi. Kasal emas bu dedi. Nukusdan doktor keldi. Fevralning 15-manchasida keldi, yanvarda keldi. Shutib kasal emas bu dedi. Kasal bo'lmasam dedim, psixologik sog'lom degan spravka yozib bering desam, yozib bermadi menga. Siz o'zingiz sog'lom deb o'zingiz bilasiz kasallik hech qanday, lekin sizga shu bo'yicha spravka kerak, sababi siz ruhiy kasal deb odamlar aytishidan uyalib tursiz. Telefonda gaplashganda ham aytdingiz, siz men dedingiz, prosta men ishlajakman, men ruhiy kasal, bu jilla degan ot kerakmaydi menga. Men soppa sog'lomman deb tursiz. Prosta sizlarning oilaviy kelishmovchilik sababli oila a'zolaridan sizni ruhiy tarafdan nosog'lom deb joylashtirib, siz ruhiy kasalliklar narsani o'sha yerda qo'ygan. Endi siz u yerdan chiqib ketib prosta ishlajaksiz, o'zingiz sog'lom deb bilib. Ishlayapman ham endi bir qizim bilan yoshim kerak, Atinam 70 kirdi, 70 kirgan vaqtimda men uy joy etib bera olmaydi, bir xona bo'lsa-da, bir uyning ilojini ko'rishim kerak. Ishga kira olmaysiz. Ishga kirishim kerak, ishlashim kerak, qizimni yig'ishim kerak, o'qitishim kerak. Men o'xshab yerdan har kimning eshigida, har kimning polini, nesini, qorasini, uyini tozalab yurmasin, xo'rzar bo'lib deymanda, men ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmasin deyman. Qaysi kasalxona u endi? Ellikqal'a. Ellikqal'dagimi? Ellikqal'a dispanjeri. Endi siz hozir murojaatingiz bu yerdan chiqarish so'rab tursiz. Men shu bemalol bizani
O'sha kanalimiz orqali bir murojaat qilib ko'ring yana. Masalan, shu balkim bu murojaatingiz tegishli yerlarga yetib borishi mumkin. Ama Bemalol aytishingiz mumkin. kesin Toshkentdan ekspeditsiyadan odam kelsin, tekshirsin meni. Tekshirib, undan keyin bir haqiqatan jilli bo'lsam jilli deb chiqarib bersin, sov bo'lsam sov deb chiqarib bersin. Qani ag'a sudning qarori bo'lishi kerak uning uchun. Yatırılsın degan. Sudning qarori yo'q. Hech yerda hech gap so'z yo'q. Apart tug'averadi. Men har kim bundayda to'yxona ish gruppa bor mening telefonimda. Byuroning ish gruppa bor. Shu yerdan misoldan ne'g'lamanda ish to'g'aman. Shutib borib ishlayman. Yanında etib ishlatadi, pulni bermaydi. Ondan keyin pulning ustida kelishmovchilik bo'lib qoldi. Ondan keyin akam kelishmovchilik bo'lib qoldi. Shutib men pulning ustida urushdim ondan keyin. Meni uchastkoyga berdi. Uchastkoy biroqlar zant etdi men. Shunday dedi. Bitmaydi, nima zant etdisiz dedim. Birovga tiymasa dedim. Qurdan qura urushmaydi o dedim. Shutib men sendan so'rayapman dedi. Shutib yaxshi dedim, mendan so'rasangiz dedim. Men dedim shu 35 ming so'mni dedim. Amayoq qo'ying dedim. Men dedim Baxtiyor degan boshlig'imiz bor edi dedim. Shuni chaqirib bering dedim. Nisixonaga kel dedi. Yaxshi dedim. Men uchastkoy bordim, zant etib boshqa birovman men dedi, qochib ketdi. Shutib meni achuvim keldi. O'zim Iskandar O'ktam degan uchastkoyim bor edi. Shuni aytsam u tinglamadi meni. So'ndan keyin men 100 ga berdim. 100 ga bergandan keyin baribir bizning uchastkoyga keladi Iskandar O'ktamga. Shutib biroqlar meni chaqirdi. Chaqirgandan keyin bordim, pulni bergandan keyin gaplashdik. O'rnimdan o'tirib ketib batsam, menga aytadi, "O'tir" deb shu yerda majburlab o'tirg'izdirdi meni. O'tirgan, biroqlar papam eshikdan kirib keldi. Shutib, men aytdim, "Papam ish etib o'tdi bu yerda" desam, "Yo'q" dedi, "Qizingiz dedi birovga so'gibdi, mana delosi, nesi, arizasi" dedi. Shutib, undan keyin unda dedim, "Qo'lingizda qog'ozni menga bering, men o'qib ko'ring" dedim. So'kkan bo'lsam dedim, "Shu odam menga kelsin" dedim. "Gaplashik" dedim. "Men qurdan qura birovga bir narsa deb aytmayman" dedim. "Aybi bor chiqar" dedim. "So'kkan chiqarman" dedim. "Yuzlashtiring" dedim, "Akam yanında" dedim. "Aybim bo'lsa" dedim, "kechirim so'rang" desam, "Yo'q" dedi, skoriy chaqirdi-da, meni so'yardi skoriyga. Yana psix inson yangi dispanjerga olib yotirdi. So'ng undan keyin Klara degan doktor papama zant etgan. Shutib papama zant etgandan keyin papam biroqlar kelgan-ku. Shu vaqtda kelgan vaqtda Qadir degan doktor aytib kutdi meni. Qadir akam papam meni ishdan kirib o'tirgan, bansaning eshigidan kirib o'tirgan vaqtda papam ko'rib qolgan. Shutib mening qizim haqiqatdan shunday birovga so'kdimi deb tiyina yetish uchun akam yetish uchun so'rasa, shutib bizga vizib bo'lsa, bizga ilojimiz yo'q, bormaslikqa. Vizib bo'lgandan keyin bizga bordik, akitdik, qizing hech kimga hech narsa degan yo'q deb shunday debdi. Hech yerda hech gap so'z yo'q, ag'a, uni deb apart tug'ursalar. Yaqinda shu men hokimiyatning atidan men ko'mirga 600 ming so'm pul berilibdi. 600 ming so'm pul berildi. Men Qazira sayara degandan xat kelib turibdi menga. Men 600 ming so'm pul bergan yo'q. Men ko'mir oldim, o'zimning kisemdan sanab reisga berib ketdim men pulni. Akam bilan borib. Shuni aytadi, men bir narsa desam, men unda aytib, "Amadim, u menga kelmadi u pullar. Ana desam, yanında skoriy chaqiradi, tig'varaveradi. Necha marta uyga bostirib, uyda akam ham yo'q edi, papam ham yo'q edi. 50 qalada 84-yil akam bor edi. Shu yoqqa ketgan vaqtimda uyda hech kim yo'q vaqtimda qizim bilan ikkovimiz edik. Kechda keldidan bosqinchilik etib, kirib turib, meni akitib qoldi. Bu yoqda qo'shnim bor edi, dayim bor edi. O'zimning tug'an dayim. Qizimga aytdim, dayim chaqir dedim. Dayim keldidan, "O bizning jiyanga tiymanglar" deb turib, yanında ne'g'atir. Shu deb sen aralashma dedi, uchastkoy aytdi, Iskandar O'ktam. Men aytdim, "O'ktam aka" dedim, "Nima aralashmaydi" dedim. "Dayim mening" dedim. Shu turbanaki yo'q, ana dayim aytdim, "Uyda hech kim yo'q, qizga qarang" dedim, "Bir o'zi qoldi" dedim. Men mashinaga bosib olib ketdilar. Ana shu dedilar bular. Kelsin Toshkentdan yuqoridan Mirzayev atamizning Sho'katadan shu nesi kelsin. Adamlar kelsin, meni teshkarsin, har yoqlama. Teshkarib ko'rsin meni. Meni chiqarib bersin. Men ham bir orqayin ishlagim keladi, pul topgim keladi. Endi sizni kasalligingiz, ruhiy kasallik sizga ish olmaydi, kechira. Ava, endi kompyuterda turibdi-ku.
siz chet davlat ham ishlamay chiqib bilmaysiz axir. Bilinmem o yoqqa. Endi qizimni Jamiyat tashlab cheklangan. ketolmay, ava qizimni tashlab ketolmayman-da. Yo'q, masalan siz shunday kasallik degan spravka bo'lganlar ham Ava ketolmaysiz. kompyuterda ko'rib turdim. Nega bardim, tekstilniga bardim, tekstilniga bargan vaqtimda shutib turib aytdim, "Mana" dedi, "Gulbahor" dedi, "Xafa bo'lmaysizmi" dedi, "Kompyuterda ko'rinib turibdi" dedi. "Shuda uchotda yo'q bo'lsang edi, men seni" dedi, "ishga olib" dedi, "O'zimni yanimda olib" dedi. "Yordam berar edim sana" dedi. "Ishga olar edim, ish bilan ta'minlar edim seni" deb shunday dedi. "Nerga borsang shunday, bunday kunliklarda ishlaying desam, kolxoz yerda turamizda 10 ming so'm yo'l kiraga ketadi. Kechda kech chiqasan, undan keyin Yandexga chaqiruv kerak. Yandex 20 ming, 25 ming so'm bilan aparadi bizani uyga. Yo'l kirayman ketib qoladi. Shu an ishlay olmayapman. Men doimiy ish bilan anday bo'lajaqman. Doimiy ishga kirajaqman. Hozir endi is chiqyapti. Endi oydan boshlab jamoatga ishga kirgizib beraman deb va'da berib qo'yibdi. Lekin doimiy emas u. 6 oylikmi, 7 oylik shunday. 7 oydan keyin yana nerga boraman men? Men Toshkentga bordim, ag'a bu bo'yicha. Toshkentga borsam, bu yoqqa yonda etib meni arziyalandi. Bu yoqqa nesa Nukusdagi sog'liqni saqlash ministri men bilan gaplashmay yopib qo'yapti meni arizamni. Ya telefonlashqa yo'q, ya chaqirga yo'q meni. Mana siz bilan uchrashib gaplashib o'tiribman-ku. Misoldan shunday chaqirga yo'q, ya telefon etib yanday negan yo'q, shunday borgan ekansan sen. Ariza etgan ekansan, yo'q, unday hech kim men bilan xabarlashqa yo'q. Mana shu psixpansiyadan uchotdan chiqarib bersin bo'ldi. Mana boshqa hech narsa kerakmaydi. Ishlayacaqman men shu ish to'sqinlik bo'lib turibdi-da endi ishga kirishim. 3-gruppa nagrani yetib tayyorlab qo'yibdi. 3-gruppa bo'lsin, 1-2-gruppa bo'lsin, menga kerakmaydi. Ertaga qizimning betini tamg'a bo'ladi. Qiz bola ertaga kuyovga chiqish kerak u. Prosta nima bo'ladi, soppa-sog' opang o'zini jillidab rahmat to'lab pensiya olaverdi. Nima gaplar. Ava. Misoldan hozir mana endi o'tgan yili ishga kirib ishlab yurdim. Shu vaqtimdan yig'ildi. Bansaga yatırdılar, meni oylig'imni andetib qo'ydilar. 200 ming so'm kisasi kam yozdilar. Şunun üstünde uçtum men. Nukusga chiqib turib aytdim, "O Nukusdagilar olib berdi, bir Meyrem opang degan opay bor edi, pulni olib berdi. Nugu yoqqa chiqdim" dedi, meni aparib tiqib tashladilar. So'ng 15 kundan keyin men necha kundan keyin Toshkentdan Eliqqal'ga komissiya keldi. Komissiya kelgan vaqtimda men komissiya oldina vag'irda etib chiqdim, meni chiqaraversizlar, shunday dedilar deb o'ydim, shutib nuga qo'yibsizlar buni qizni deb shuda bir sizday bir yoshroq yigit chiqarardi meni. Shutib keldim, ishimni davom etib bersam, mahalla rais qachon chiqding deb o'zi men ustimdan kulyapti. Siz Beronun qaysi nasında yashaysiz mahallasida? Tinchlik ofida. Tinchlik mahallasi, keyin Tozabog' 11-uy. Tozabog' ko'cha 11-uyda istiqomat qilasiz. Kimlar bilan yashaysiz? Atinam. Otangiz sizni internetga chiqsa qarshilik etmaymi? Qarshilik etmaydi. Aytdim apama. Apa dedim, men dedim shunday bir og'ay bilan tanishdim dedim. Akşam YouTube ko'rdim dedim. YouTube'da dedim, ko'rib qoldim dedim. Nomeri yo'qmi ekan deb qarab o'tirdim dedim. Shutib qarasam dedim, nomeri bor ekan dedim. Screenshot etib oldim nomerini, azonda gaplashaman deb dedim. Aytdim. Esa gapga endi murojaatingiz iloji boricha biz endi siz taklif etdingiz, endi yana borishimiz, lekin siz yana borib sizning muammongizni bir ko'rmasdan etmasdan o'zingiz bilan gaplashib ko'ring, o'zingiz gang dedim sizga. Shunga keldingiz, men siz asosiy masalangizni iloji boricha aytib berdingiz hammasini boshdan oxirigacha. Siz prosta asosiy muammongiz shunday neden chiqib ketish sizni. Ruhiy kasalliklar shifoxonasida o'sha yerda tursiz, o'sha yerdan chiqib ketish ekan asosiy ishi, lekin haligacha chiqib keta olmayapti ekan. Agar chiqadigan bo'lsa, endi ish ertangi kuni bollarim prosta opang jilladi, opang soppa-sog' o'tirib o'zini jilliga solib berdi. Shuna pensiya olib berdi, shundan pul olib berdi deb gaplar netmiddat tursiz. Shuning uchun buni iloji boricha shu Eliqqal'a tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasining shu boshqarmasi bo'lami, bu
bu masalani yaxshilab o'rganib chiqib, qolaversa Sog'liqni saqlash vazirligi ham bu akkamizning murojaatini shuni ko'rib, o'rganib chiqib turib, bir o'zlariga yarasha xolisona baho beradigan bo'lsa, albatta bir nur ustida nur bo'lardi. Iloji bo'lsa sizni hozir yuzingizni ya endi ko'ramiz, agar uyingizdagilar qarshilik qiladigan bo'lsa, yuzingizni ko'rsatmay naql Chiqaraverim aka. Men uyalmayman, men o'zimni aqlab berishim kerak. Hozir har kim har turli gap aytib, nerga borsam ham meni inovatga olmay pisand etmayapti. Men uyalmayman. Men o'zim aqlab olsam bo'ldi. Apama aytib keldim men. Kelajak vaqtimda, bu yoqqa ketgan vaqtimda apama aytdim men, apa shunday yerga boratirman, shunday bir og'ay bilan tanishdim deb. Hurmatli do'stlar, videorolikimizni ana shu yerda yakunlaymiz. Iloji boricha shu akkamizning problemasini tegishli tashkilotlar ko'rib chiqadi. Beruniydan kelibdi. Nima deymiz endi? Videoni yakunlaymiz. Agar mabodo bu video ommalashgan bo'lsa, keyingi qismini ham qilishga majburmiz. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarga ko'rishmak nasib etsin.